Qashqadaryoda chegara bojxona postida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanining qo'shni davlat bilan chegaradosh hududida joylashgan Qarshi-Kerki chegara bojxona postida viloyatda chegara postlari orqali kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan ionlashtiruvchi nurlanish manbalari aniqlanganda, favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xizmatlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarining hamkorlikdagi harakatlari mavzusida ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Dastlab mamlakatimizga kirish yo'nalishida ikkilamchi qora metall yuklangan yuk avtomashinasi harakatlandi va dozimetrik nazoratdan o'tkazish jarayonida bojxona postidagi mavjud radiatsion portal monitor tashvish signalini berdi va aniqlangan holat bo'yicha tezkor navbatchi tomonidan tegishli idoralarga xabar berildi. Shundan so'ng jalb etilgan guruhlar tomonidan noma'lum ionlashtiruvchi nurlanish manbasi topilgan joy radiatsiyaviy ifloslanish o'chog'ining kengayishiga yo'l qo'ymaslik hamda uni zararsizlantirish ishlari amalga oshirildi. Qarshi-Kerki chegara bojxona postida bojxona xizmati xodimlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimi xodimlari bilan hamkorlikda sanksiyalanmagan ionlashtiruvchi nurlanish manbalari topilishi bilan bog'liq avariyalarni bartaraf etish bo'yicha maxsus taktik amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Bunday mashg'ulotlar favqulodda vaziyatlarda har bir xizmatning vazifasi va javobgarligini yanada aniq belgilab olishga xizmat qiladi. Mashg'ulot davomida barcha jalb etilgan xizmat va idoralarning hamkorlikdagi harakatlari amalda sinovdan o'tkazildi. Vazifalar belgilangan tartib asosida bajarildi. Bojxona idorasi rahbarligida o'tkazilgan ushbu o'quv mashg'ulotida chegara qo'shinlari, ichki ishlar, milliy gvardiya, mudofaa, favqulodda vaziyatlar va sog'liqni saqlash, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi, Qashqadaryo hududiy boshqarmasi hamda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmalari hamda boshqa hamkor tashkilotlar mas'ul xodimlari faolligi va hamkorligida, shuningdek, zarur kuch va vositalarni jalb etilgan holda tashkil etildi.